Shpaklyovka time qizlar. Anchadan beri sizlar bilan g'iybatlashib, shpaklyovka qilmagan ekanmiz. Sizlar oxirgi paytlar nimaga e'tibor qiladigan bo'lganman? Oldin ham juda ko'pchilik aytardim-ki bu narsani boshimdan o'tkazmasam ishonmas edim. Оказывается, bu dunyodagi eng qo'rqinchli qizlar o'zidan mil yaxshi qizni yasab olgan qiz ekan. Men bu narsaga amin bo'ldim. Bundan oldin Instagramda shunaqa roliklar chiqib ketsa, bo'lmagan gap derdim-da. Endi men 5 ta qo'lingiz hammasi bir xil emas-ku. Yo'q, официально уже tan berdim. Mana, например, men yana o'zini bu yoqqa qo'shyapti deb o'ylamanglar, rostdan-da. Basharamdan sterva qizga o'xshayman. Ko'chada yursam ham faqat basharam g'ijim, недовольный yuraman, lekin kimga yomonligim yo'q, yuragim shunaqa bo'sh. Kimdir nimadir desa, sirroz yig'laveraman yoki kimdir qanaqadir nimadir deb aldasa, meni yomonlasa, orqamdan nimadir ish qilib keyin kechirim so'rasa, даже если yomon odam bo'lsa ham sirroz kechiraveraman. To'g'risi, lo'qman. Hech kimga yomonlik, hech kimga yomonlik qila olmayman. Imandaqa qizlar juda ham ko'pda. Men basharasi sterva mol, lekin hayotda unaqa emas.